Assalomu alaykum. Efirda Hudud.uz axborot tahliliy dasturi, studiyada Dinoza Saidova. Yurtimiz hayotiga oid xabarlar, voqealar, yangiliklar muxbirlarimiz reportajlarda. Demak, bugun dasturimizda bank moliya tizimini yanada takomillashtirish, kredit xizmatlarini kamaytirish masalalari deputatlar tomonidan muhokama etildi. Muvaffaqiyatli kadrlar, muvaffaqiyatli biznes. Xalqaro kadrlar forumi doirasida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasidan reportaj. Kelajak ovozi Respublika ko'rik-tanlovining bu yilgi saralash bosqichlariga start berildi. Shu va boshqa lavhalar dasturimizning bugungi sonidan o'rin olgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi kengaytirilgan majlisi bo'lib o'tdi. Unda bank moliya tizimini yanada takomillashtirishga, kredit xizmatlarini kamaytirishga, aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonun loyihalari muhokama etildi. Muqaddas Fayozova tafsilotlar bilan. Majlis ishtirokchilari o'z ishlarini garov reyestri to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda muhokama etishdan boshladilar. Mamlakatda bank moliya tizimining rivojlanib borishi qonunga bo'lgan zaruratni yaratdi, deydi ma'ruzachi. Loyihani ishlab chiqish jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya, Xitoy, Yangi Zelandiya, Avstraliya kabi mamlakatlarning bu boradagi tajribasi o'rganilar ekan, kredit xatarlarini kamaytirish maqsadida sohada qonunlar joriy etilgani aniqlandi. Chet el amaliyotining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, barcha jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan garov reyestriga ma'lumotlar yuborish amaliyoti keng tarqalgan bo'lib, bu katta miqdordagi ma'lumotlarni yig'ish uchun sharoit yaratadi. Bugungi kunda yagona garov reyestri bazasining yo'qligi kreditorlar, qarz oluvchilar, ta'minot beruvchilar uchun ayrim qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqarmoqda. Qonunning maqsadi mana shu jarayonlarni tartibga solishdan iboratdir. Shuni qayd etish lozimki, garov reyestrida ta'minotga qo'yilgan mol-mulkni yoki mulkiy huquqni ro'yxatdan o'tkazish tizimining mavjudligi tadbirkorlik sohasida kredit risklarining kamayishiga, kreditorlar manfaatlarini yanada kuchliroq himoya qilinishi asosida mamlakatning reytingini oshirishga imkon beradi. Qonun loyihasi siyosiy partiyalar fraksiyalari va Eko-harakat deputatlik guruhi vakillari tomonidan keng muhokama etildi va birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qilindi. Ayni paytda mana shu kreditorlar hamda qarzdorlar orasidagi munosabatlarda qog'oz ko'rinishda ma'lumotlarning yetkazilishi, ushbu sohada qarzdorlar hamda kreditorlar orasidagi ayrim ziddiyatlarni ham kelib chiqishiga sabab bo'layotgan edi desak, to'g'riroq bo'lar edi. Ushbu qonun loyihasini kuchga kirishi kelajakda bank moliya tizimida kredit olish va kreditni o'z muddatida qaytarish bilan bog'liq munosabatlarni yanada yaxshilanishiga, tezlashuviga, yengillashuviga xizmat qiladi. Shundan so'ng deputatlar aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasini ko'rib chiqishga o'tdilar. Loyiha davlatimiz rahbari tomonidan 2010-yilning 12-noyabr kuni palatalarning qo'shma majlisida taqdim etilgan konsepsiya asosida ishlab chiqilgan. Prezidentimiz tomonidan bildirilgan takliflar asosida amaldagi qonun tanqidiy nazar bilan qaytadan ko'rib chiqildi va o'z takomiliga yetkazildi. Qonun loyihasining asosiy maqsadi amaldagi qonun normalarini aniqlashtirish. Buning asosida respublikada korporativ boshqaruvni, jumladan minoritar aksiyadorlarning, ya'ni qo'lida aksiyasi kam bo'lgan aksiyadorlarning huquqiy himoyasini oshirish hisoblanadi. Shuning bilan birga respublikamizda korporativ munosabatlarni yanada rivojlantirish uchun to'sqinlik qilayotgan muammolar mavjud bo'lib, ularning hal etilishi qonun loyihasining yangi tahririda o'z aksini topmoqda. Qonun loyihasida aksiyadorlik jamiyatlarining shakllarini, ya'ni ochiq va yopiq aksiyadorlik jamiyatlarini chiqarib tashlash ko'zda tutilgan. Shu bilan birga qonun loyihasida aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan chiqariladigan aksiyalarni ochiq va yopiq obuna yo'li bilan joylashtirish mumkinligi ko'zda tutilgan. Qonun loyihasi yuzasidan deputatlar o'zlarining qator takliflarini bildirishdi. Fikr-mulohazalar inobatga olingani holda qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Deputatlar kun tartibidan o'rin olgan aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining yangi tahriri qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdilar va birinchi o'qishda qabul qildilar.
Poytaxtimizda Fond Forum va Saypro axborot reyting agentligi tashabbusi bilan tashkil etilgan muvaffaqiyatli kadrlar, muvaffaqiyatli biznes shiori ostidagi xalqaro kadrlar forumi davom etmoqda. Loyiha doirasida bugun Expo Markaz majmuasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham tashkil etildi. Feruza Elmurodova tafsilotlar bilan. Muvaffaqiyatli xodimlar, muvaffaqiyatli biznes. Toshkent xalqaro kadrlar forumining navbatdagi kuni o'z karyerasini boshlash niyatida bo'lgan poytaxtimizdagi ko'plab yoshlarni qarshi oldi. Expo Markaz pavilyonida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasiga kelgan har bir talaba o'z mutaxassisligiga mos ish o'rinlarini izlashga kirishib ketdi. Toshkent Moliya instituti bitiruvchi talabasi Baxtiyor Ismoilov ham o'zi qiziqqan sohaga oid tashkilotlardagi bo'sh ish o'rinlari bilan qiziqdi. Men moliya sohasi qiziqtiradi. Shu yo'nalishda o'zimga ish izlamoqchiman. Hozir mana aylanamiz. Niyatimiz shu iqtisod bo'yicha bo'sh ish o'rini topish. Poytaxtimizdagi 50 dan ortiq korxona va tashkilotlar esa o'zlaridagi mavjud ish o'rinlariga intiluvchan talaba yoshlarni taklif etmoqda. Bizning tashkilot ham yarmarkada bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashayotgandan juda ham xursandmiz. Turli yo'nalishdagi bo'sh ish o'rinlarimizga yosh kadrlarni taklif etishga qiziqyapmiz. Chunki ular ancha tashabbuskor va qiziquvchan. Yarmarka boshlanganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, 20 dan ortiq rezyumelarni qabul qildik. Yarmarkaning yana bir ishtirokchisi Toshkent Xalqaro Vestminster universitetining iqtisodiyot yo'nalishida ta'lim oluvchi Shahlo Rashidova esa ko'plab ish beruvchilar orasidan o'z yo'nalishiga mos ishni tanladi. Bank Ipak yo'lida tanishib chiqdik o'tdagi holat bilan.